Mandarinni po'chog'i, muhabbatim o'chog'i, lochinim quchog'i. Ha, hoy! Kim kun? Berdi. Senga zarda qilib men ham uylanardim. Ke kampir. Kelingjiyan, qani kampiring? A shu kampirim shu. Kampirmi shu? गोरी 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 बोले बोले नए नए करे करे छुप छुप के तुम मिला करो Ashol-rahul! Onangni ham ko'ra. Kelinglar bo'lmasa mehmon qilib qo'y, qani? Hojatxonada nima bilan mehmon qilasan? Bir piyola sutda kelinglar baqa, qani? Rohat zardaqima mehmon bo'lar. Qani tanishtirchi jufti haloling bilan? Tanishinglar, Anastasiya, Ukrainalik. Ukrainka. Zo'r, lekin tanishinglar, bolgariyalik, bolgarka. Voy, chanqab ketdim. Endi bu qiz bilan yashashni o'zi bo'lmaydi. Bitta kiyinishini o'ziga 10 ta kal ketyapti. Endi kalga kalchi deydi. Gap kiyinishda bo'lsa lochinim, og'zingizni garas qilib ochib qo'yaman hozir. Davay Rohatay, mana shu Ukrainkadan qaytingkanmi kun? Onangni emgir o'zi bekarga aytmagan, olmani yaxshisini eshak yeydi deb. E'tibor qilmaysiz, umuman eshakka o'xshamaysiz. Mana lochinim, Onangni emgir gap kiyimda emas ekan-ku. Ke bo'lmasa qo'lingdan keladigan chuchvara to'y mehmonlarga. hech qanaqa chuchvara tugmayman. Ayasi mehmonlarni oldida sharmanda qilyapsan meni. Temboli go'sht yo'q uyda. Go'shtdan muammo bo'lsa kecha olib keldim. Uchonlar yana nimanidir boshladi-da. Sharmanda qilasan, Rohat. Hay. Ozgina go'shtni deb men janjal qilmaylar. Go'shtdan muammo bo'lsa import go'sht degani bor. Hindistonda 100% halol sertifikatga ega go'shtlarni olib kelyapti. Hozir ko'pchilik to'yxona, choyxona, shashlikchilar shu yerdan go'sht olyapti. Keyin narxi ham qolgan go'shtlardan arzon. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga yetkazib beradi dastlabki. Import go'shtdan olinglar, biz Anastasiya bilan shu yerdan go'sht olamiz, jonim. Rostdan ham jonim ekanda. Nima? Bunisi oshib tushdi. Hoy, menga qara. Ukrainkamiding, pastayankamiding? Edi, o'tirdi. Qani uyimdan surdi. Edi doma. Rohatay, Rohat chiring. Men seni lochiningman. Bugundan bu tushasiz pok.